Assalomu alaykum hurmatli shahrimiz fuqarolari hamda aziz mehmonlar. Barchangizning xabaringiz bor. Muhtaram prezidentimiz rahbarligida yurtimizda ulkan o'zgarish va islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu qatorda mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, buning uchun jinoyatchilikka qarshi kurash tizimini tubdan yaxshilash davlat siyosatining ustuvor vazifasi sifatida belgilanib, bu borada amaliy ishlarga kirishildi. Bilasiz, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish jamiyat barqarorligi, xavfsizligi va farovonligi uchun juda muhim. Bu nafaqat shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash, balki iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Jinoyat kamaysa, odamlar o'zini xavfsiz his qiladi. Jamiyatda yashash qulaylashadi. Qoidalarga rioya qilish odati shakllanadi va fuqarolarimizning qonunga bo'lgan ishonchi oshadi. Hamda investorlar va tadbirkorlar uchun qulay muhit yaratiladi. Shu sababli ham muhtaram prezidentimizning joriy yil boshida 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini samaradorligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi birinchi sonli qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq har bir mahallada huquqbuzarliklarni erta oldini olish, kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha yangi mexanizm joriy etilib, prokurorlar rahbarligida shahar prokuraturasida idoralararo muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Aziz fuqarolar, ushbu yo'nalishda qilingan amaliy ishlar bo'yicha qisqacha axborot bersam. Qaror ijrosi doirasida shahardagi jami 12 ta mahallalarning choraklik manzilli tadbirlar yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Ushbu yo'l xaritalarining ijrosi yuzasidan yil boshidan mahallalardagi aholi gavjum joylarga 150 ta, ko'p qavatli uylarning hovlisiga 360 gradusga aylanuvchi 4 ta, mahallalarning asosiy kirish-chiqish joylariga 20 ta, bozor va savdo markazlariga inson yuzini va avtoraqamni tanib oluvchi 5 ta, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining kirish-chiqish joylariga 8 ta, maktablarning ochiq sport maydonchalariga 5 ta, jami bo'lib 192 ta kameralar, ko'p qavatli uylarning eshiklariga 90 ta zamonaviy domofonlar, kirish yo'laklari va aholi gavjum bo'lgan joylarga 7 ta tashvish tugmalari o'rnatildi. 31 ta savdo muassasalari, 165 ga yaqin xonadonlar tezkor qo'riqlovga olindi. Mahallalarda fuqarolarni ogohlikka chaqiradigan hudud kamera nazoratida, obyekt qo'riqlovda, xonadon qo'riqlovda kabi jami 45 ga yaqin stikerlar joylashtirildi. Mahallalarda 25 ta namunaviy xavfsiz ko'cha hamda 65 ta namunali xavfsiz yo'laklar tashkil etildi. Ichki yo'llar va ko'chalar 28 ta qo'shimcha yoritish vositalari bilan ta'minlandi. Ushbu amaliy ishlarimiz albatta o'z natijasini bermay qolmadi. E'tibor bering. Yil boshidan buyon birgina shahrimizga o'rnatilgan kameralar yordamida 6 ta jinoyatlar issiq izidan fosh etildi. 2024-yilda qizil toifada bo'lgan 4 ta mahallalarning barchasi birinchi chorakda yashil toifada qolib, birontasi sariq yoki qizil toifaga o'tmadi. Hurmatli fuqarolar, hududlarda kriminogen vaziyat hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kunlik so'rov va o'rganishlarni yo'lga qo'ydik. Bunda kriminogen vaziyati og'ir mahallalarning jinoyat o'choqlari kunlik o'rganib borilmoqda. Misol uchun, mahallalarda sodir etilgan 19 ta oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning sabablari tahlil qilinib, tegishli prokuror ta'sir choralari qo'llanib borilmoqda. Bu ishlar bir martalik hisobotlarni yaxshilash uchun qilinayotgan ishlar emas. Bu ishlarimiz tizimli va doimiy ravishda davom etadi. Aziz shahrimiz aholisi, aytish kerakki, joriy yilning dastlabki 4 oyida ayollar va voyaga yetmaganlar tomonidan hamda guruh bo'lib jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Yana bir vaziyatga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Ta'lim muassasalari va jamoat joylarida o'tkazilgan davomat va reyd tadbirlarida uzoq muddatga ketgan 376 nafar bolalardan 56 nafari dars mashg'ulotlariga qaytarilishiga erishilgan. Sababsiz dars qoldiruvchi 1 nafar, tarbiyasi og'ir 5 nafar o'quvchilar aniqlanib maktablarga qaytarildi. Qolaversa, hokimlik va mahalla faollari bilan birgalikda 2 nafar ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan va 19 nafar boquvchisini yo'qotgan bolalarning 6 ta muammolari hal qilib berildi. Maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarining kirish-chiqish joylariga xavfsizlikni ta'minlaydigan 11 ta zamonaviy kameralar o'rnatildi. Yana bir muhim masala, o'tgan 4 oyda 6 ta yo'l transport hodisalari sodir etilib, shundan bittasi o'lim bilan yakunlangan. Yo'l transport hodisalarining sabablari tahlil qilinganda, ularning aksariyati haydovchilarning shoshqaloqligi hamda yo'l harakati qoidalariga belgilangan oddiy va elementar qoidalarga rioya qilmaganliklari oqibatida ro'y berganligini ko'rsatdi. Ushbu salbiy holatlarning oldini olish borasida
to'qnashuv sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan nuqtalarga 20 dan ortiq yo'l belgilari o'rnatildi. M34 yo'lining 140-146 kilometri, ya'ni 6 kilometr masofasi to'liq yoritildi. 3 dona tezlikni o'lchovchi radar qurilmasi o'rnatildi. Transport harakatini tartibga soluvchi 5 ta piyodalar yo'lakchasi o'tish svetofori o'rnatildi. Shahar hududi bo'ylab 6 ta yangi svetofor o'rnatildi. 30 dan ziyod piyodalar yo'laklari chizdirildi. Bundan tashqari shahardagi 11 ta umumta'lim maktablari hamda 13 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida yo'l harakati qoidalari dars jadvaliga kiritilib, uslubiy qo'llanma ishlab chiqildi hamda muntazam o'qitilishi yo'lga qo'yildi. Hurmatli fuqarolar, jinoyatlarning oqibatlari bilan emas, ularning sabablarini, huquqbuzarlikka imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf qilishni ustuvor vazifa deb sizlar bilan birgalikda harakat qilamiz. Buning uchun har bir mahalla, xonadongacha tushib, huquqbuzarlik omillarini aniqlashga e'tiborimizni kuchaytiramiz. Jinoyat sodir etgan va bunga moyilligi bor fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Huquqbuzarlik va jinoyat sababchisi bo'layotgan oilaviy, ijtimoiy, moddiy va psixologik muammolarni hal qilishga, har bir fuqaroda jinoyatchilikka qarshi immunitetni bolalikdan shakllantirishga alohida e'tibor qaratamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.